Maduro AQSh maxsus kuchlaridan qochishga urinayotgan paytda boshidan jarohat oldi. Rossiya AQShga qarshi o'z suvosti kemasini yubordimi? AQSh Rossiyaga aloqador neft tankerini qo'lga oldi. Fransiya va Buyuk Britaniya Ukrainaga qo'shin yuborishga tayyor. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Salomatligi og'ir. Mubashshir Ahmad koloniyada yomon sharoitda saqlanayotgani aytildi. Zelenskiy AQShga Ramzan Qodirovni ham qo'lga olishni taklif qildi. Isroil Livandagi Hizbulloh jangarilarga qarshi zarba berganini e'lon qildi. Saudiya Arabistoni Yamanga zarba berdi. Erondagi namoyishlar, vaziyat tobora keskinlashmoqda. Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Venesuela prezidenti Nicolas Maduro va uning rafiqasi Kelia Flores Caracasdagi prezident majmuida Delta Force maxsus kuchlaridan qochishga urinayotganda past eshik romiga urilib, boshidan jarohat oldi. Bu haqda CNN xabar bermoqda. AQSh davlat kotibi Marco Rubio, Pentagon kotibi Pete Hegseth, shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi raisi general Dan Kane, AQSh bosh prokurori Pen Bondi va Markaziy razvedka boshqarmasi direktori John Redcliffe bilan 2 soatlik yopiq brifing o'tkazdi. Rubio senatorlarni Maduro va uning rafiqasiga yetkazilgan jarohatlarga Delta Force maxsus kuchlari sabab bo'lmaganiga ishontirdi. Oq uy rasmiylarining so'zlariga ko'ra, er-xotin og'ir temir eshik orqasiga yashirinishga uringan, biroq shoshqaloqlik bilan ramkaga urilgan. Ular hibsga olingandan so'ng AQSh maxsus kuchlari birinchi yordam ko'rsatdi. Rasmiylar Maduroning rafiqasi Floresni yengil jarohatlar olganini ta'rifladi. Garchi uning advokati sudda uning qovurg'alari singan yoki qattiq ko'kargan bo'lishi mumkinligini aytib, rentgen va to'liq tekshiruvdan o'tishni so'ragan. Maduroning o'zi ham o'tirish va turishda qiynalgan. Rossiya AQSh Venesuela sohillarida qo'lga olishga uringan va ta'qib etayotgan tankerni kuzatib borish uchun o'z suvosti kemasini yubordi, deb xabar bermoqda The Wall Street Journal. Gazetaning AQSh rasmiysiga tayinib xabar berishicha, Rossiya bo'sh neft tankerini kuzatib borish maqsadida suvosti kemasini yuborgan. Avval Bella 1, hozirgi nomi Marinera nomi bilan tanilgan tanker Washington tomonidan Venesuela yaqinida sanksiyalar ostidagi neft tankerlariga qarshi joriy etilgan blokadani chetlab o'tishga uringan. Kema Venesuelada to'xtab, neft yuklay olmagan. Tanker bo'sh bo'lishiga qaramay, AQSh sohil qo'riqlash xizmati uni Atlantika okeanida ta'qib qilishda davom etmoqda. Hozirda u Islandiyadan taxminan 450 km janubda bo'lib, Shimoliy dengiz tomon harakatlanmoqda, deya yozmoqda The Wall Street Journal. Fransiya va Buyuk Britaniya Rossiya bilan harbiy harakatlar to'xtatilganidan keyin Ukrainaga tinchlikni ta'minlash uchun qo'shin yuborishga tayyor. Bu haqdagi kelishuvni 6-yanvar kuni Parijda bo'lib o'tgan Ko'ngillilar koalitsiyasi sammitiga borgan Fransiya prezidenti Macron, Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer va Ukraina prezidenti Zelenskiy imzoladi. Sammit ishtirokchilari, jumladan AQSh prezidentining maxsus vakillari Steve Witkoff va Jared Kushner ham Parij deklaratsiyasini imzolab, Ukrainaga xavfsizlik kafolatlarini ta'minlash niyatini bildirdi. Muzokaralarda qariyb 30 ta davlat vakillari qatnashdi. Ular orasida Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer, Polsha bosh vaziri Donald Tusk, Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen, NATO bosh kotibi Mark Rutte va boshqa yuqori martabali siyosatchilar bor edi. Sammitning asosiy natijasi Parij deklaratsiyasi bo'lgan. Uning matni Yelisey saroyi tomonidan qilingan. Diniy olim va bloger, Azon Global axborot tahliliy portali asoschisi Mubashshir Ahmad Alisher Tursunov Navoiydagi jazoni ijro etish koloniyasida salomatligi bilan bog'liq jiddiy muammolarga qaramay og'ir sharoitda saqlanmoqda. Bu haqda Tursunovning advokati Abdulloh Sodiq ma'lum qildi. Advokatga ko'ra, Alisher Tursunov bugungi kunda tayinlangan 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazoni Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida joylashgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamentiga qarashli 5-sonli jazoni ijro etish koloniyasida o'tamoqda. Garchi tergov va sud jarayonlarida ham bir necha marotaba Tursunovning sog'lig'i yaxshi emasligi, qandli diabet kasalligining 2-turi bilan ancha yillardan buyon og'rib kelishi, ushbu shaxsni qamoqda saqlab bo'lmasligi yuzasidan iltimosnomalar kiritilgan bo'lsa-da, ehtiyot chorasi va jazo tayinlash masalasida ushbu holatlar inobatga olinmagan.
Qolaversa, ushbu fakt advokatlar tomonidan berilgan advokatlik so'roviga javoban taqdim etilgan xatda ham o'z tasdig'ini topgan. 26 dekabr kuni advokatlar tomonidan Mubashshir Ahmad bilan takroran uchrashilganda, u xatda ko'rsatilgan muolajalarning birortasini olmaganini, uni faqat tibbiy ko'rikdan o'tkazishganini, lekin yotqizib davolashmaganini, dori vositalari bilan ta'minlanmaganini, oddiy dam olishga ham ruxsat yo'qligini ma'lum qildi. Biroq advokatlar tomonidan 2 marotaba Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentiga murojaat bilan borilganda, departament boshlig'i o'rinbosari va tibbiy xizmat boshlig'i tomonidan mahkum bir necha marotaba tibbiy punktda davo muolajalari olgani, bugungi kunda ham davolanayotgani, sog'lig'i yaxshi holatda ekani, shu sababli ishga olib chiqilayotgani haqida noto'g'ri ma'lumot taqdim etilgan. Qolaversa, jazoni o'tash davomida Mubashshir Ahmad Qiziltepa tumanida joylashgan g'isht zavodlarining birida majburiy tarzda ishlashga chiqarilayotgani aytildi. Advokatning qo'shimcha qilishicha, himoyasida bo'lgan shaxs sog'lig'ining shunday bir yomon holatida 16 soatlab tik oyoqda ishlashga va yurishga majburlanmoqda. Alisher Tursunovning sog'lig'i yaxshi emasligi, qandli diabet kasalligi qiynayotgani, oyoqlari ishib ketib, buyragi yaxshi holatda emasligi, tanasida har xil yaralar paydo bo'layotganini ko'ra bila turib, uni og'ir va sovuq ob-havoda mehnat qilishga jalb etishdan maqsad nima, deydi Abdulloh Sodiq. Bundan tashqari, Mubashshir Ahmad muassasa xodimlari tomonidan unga nisbatan boshqa mahbuslar qatori bir xil munosabat bo'lmayotganidan, bir misol, kimdir oddiy shamollasa 5-6 kunlab tibbiy punktda davolanib chiqishini, biroq uning shuncha kasalligi bo'lsa-da, oyoqlari ishib ketgan hamda oyog'idagi yaralar qorayib, gangrena kasalligiga qarab ketayotgan. Bir so'z bilan aytganda, ahvoli kritik darajada bo'lsa-da, davolanishga ruxsat yo'qligini, faqat ishga chiq deb majburlashlarini bildirgan. Shu holatda Mubashshir Ahmad 2-qavatdagi kravatda uxlashga majbur. Oyog'idagi yara har bir chiqish va tushishda unga azob bermoqda. Bir necha marotaba yiqilib tushishiga ham sabab bo'lgan. Achinarlisi, himoyamdagi shaxsga advokatlarning kamroq uchrashuvga kelishi, iloji bo'lsa umuman kelmasligi uqtirilib, bosimlar bo'lmoqda, deydi Abdulloh Sodiq. Ukraina prezidenti Zelenskiy AQSh hukumatiga Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ham xuddi Venesuela prezidenti Nikolas Maduro kabi hibsga olinishi kerakligini aytdi. Bu haqda u 7-yanvar kuni jurnalistlar bilan prezident ofisidagi muloqotda to'xtalgan. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, hozirda amerikaliklar bilan diplomatik aloqalar samarali ishlamoqda. Amerika bilan ijobiy natijalar bor, ammo hali oxirigacha yetkazilmagan. Ular Rossiyaga bosim o'tkazishi kerak. AQShda buni amalga oshirish uchun harbiy salohiyat yetarli va ular buni qila oladi. Eng muhimi, Ukraina ular uchun ustuvor bo'lishi kerak, degan Ukraina rahbari. Mana masalan, Maduro bilan bog'liq misolni oling. Operatsiya o'tkazildi. Natijasini hamma, butun dunyo ko'rdi. Juda tez amalga oshirildi. Xo'sh, nega endi Qodirov bilan, o'sha qotil bilan qandaydir operatsiya o'tkazmaslik kerak? Balki shunda Putin buni ko'rib o'ziga kelib qolar, degan u. Isroil harbiylari Livanga yangi zarba berdi. Bu haqda Isroil armiyasi matbuot kotibi ma'lum qildi. Isroil armiyasi ma'lumotlariga ko'ra, hujum Hizbulloh jangarilari guruhini yo'q qilish bo'lgan. Hizbullohning o't ochishni to'xtatish tartibini buzishda davom etishiga javoban, Isroil Livan janubidagi Herbet Selem hududida Hizbulloh terrorchilariga zarba berdi, deyiladi bayonotda. Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya Yaman janubi-sharqidagi Eddali viloyatida Janubiy o'tish kengashi kuchlariga qarshi zarbalar berdi. Bu haqda Saudiyaning SPA axborot agentligi xabar bermoqda. Koalitsiya matbuot kotibi general-mayor Turki Al-Malikining so'zlariga ko'ra, Janubiy o'tish kengashi kuchlari o'z lagerlarini tark etib, Eddali viloyatidagi Al-Zand lageri yaqinidagi binoda topilgan. Shundan so'ng ularga cheklangan oldini olish zarbalari berilgan. Uning ta'kidlashicha, koalitsiyaning harakatlari separatistik kuchlarni to'xtatish va Janubiy o'tish kengashi raisi Aydarus Al-Zubaydiyning mojironi kuchaytirishga urinishlarini bartaraf etishga qaratilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozircha separatistik harakat rahbarining qayerda ekanligi noma'lumligicha qolmoqda.